Durdona Qurbonova Imron bilan klipdagi kelishmovchilikni ochdi. Aktrisa Durdona Qurbonova va xonanda Imron Navo telekanalida namoyish etiladigan "Xush kelibsiz" dasturida birga mehmon bo'lishdi. Samimiy suhbat davomida boshlovchi aktrisadan Imron bilan suratga tushgan kliplaridan qaysi biri unga yoqqan va yoqmagan, ko'rishni istamagan sahnalari bor-yo'qligi haqida so'radi. Durdona Qurbonovaning aytishicha, u biror klipni yoqtirmasligini aytolmaydi. Aksincha, barcha ishlarni yaxshi ko'rishini ta'kidladi. Biroq hech kimga bermay sevaman qo'shig'iga olingan klip jarayonida kichik tushunmovchilik yuzaga kelganini yashirmadi. Men o'sha klipda quchoqlashish sahnada bo'lmasligini so'raganman. Rejissyor esa bu epizod klip uchun juda muhim, u holda mazmun to'liq ochilmasligini aytgan. Shu sababi majburiy tarzda bo'lsa-da rolni ijro etganman, deydi aktrisa.